Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Ko'p vaqt o'tmay Aleksandr Dugin yana Solovyov endi isida chiqdik. Yangi paydo bo'lib qoldi Aleksandr Dugin. Bu mayli sukunmaylik propagandon aytilishicha mustaqil O'zbekistonning mavjudligini qabul qilib bo'lmaydi. Bu chol bashara bir qator O'rta Osiyo davlatlar haqida gapirgan hamda Kavkazlik respublikalar haqida ham gapirgan. Albatta ko'pincha siyosatchilarimiz, ko'pincha ijtimoiy tarmoqdagi faollari, jumladan Shahnoza Xolmuhammadova, Oliy Majlis deputati, shu bilan birga Qudratxo'ja akamiz O'zbekiston Respublikamizda atom bombasi yaratishga chaqirgan. Juda ko'p odamlar turli xil munosabat, fikrlar bildirgan. Bir yo'lda yana Kremldagi dinshunos musulmon bolalari, musulmon farzandlari Nasroniy diniga jalb qilish bo'yicha taklif bildirgan. Mana bu ham biz ko'rdik. Endi albatta men har xil kommentariyalar o'qidim. Endi bu yerda bu kommentariyalarni aytish men joy emasligini deb bilaman, o'rinsiz. Biroq o'zimniki munosabatim men bildiraman. Prinsipi уже hammaga ochiq oydin ma'lum bo'ldiki, Rossiya Federatsiyasining siyosatchilari, qolaversa prezidenti ham eski o'sha imperialistik, shovinistik dunyo qarashiga ega bo'lib, haqiqatdan ham butun Markaziy Osiyo mintaqasiga xavf solmoqda. Endi to'g'ri, bugungi kunda Ukrainadagi bosqin sababli Rossiya hozir to'g'risi aytadigan bo'lsak, kuchida emas kimdirga hujum qilishga. Qolaversa hozir Kavkaz ham ancha notinch, aynan Chechnya respublikasida turli xil shov-shuvli avtohalokatlar kuzatilgan, boshqa narsalar kuzatilgan. Albatta ham bu bejiz emas. Mani shaxsiy fikrim, endi hukumat uchun bu yerda kurashish boshlandi. Shu uchun hozirgi vaqtida Rossiya kimdirga hujum qilinadigan ahvolda albatta emas. Biroq ertasi kuni ham o'ylash kerak. Rossiya siyosatchilari bunday shovinistik dunyo qarashidan qaytmasligini aniq. Balki bu yilda o'zgarishlar bo'lib, Rossiya Federatsiyasi kimdir bashorat qiladi, parchalanib ketadi, kimdir aytadi urush to'xtatiladi, boshqa sabab bo'lishi mumkin, bizga aniq emas. Lekin bor, meni shaxsiy fikrim, nafaqat O'zbekiston, butun Osiyo mintaqasi o'ziniki mudofaa tizimini isloh qilish kerak, harbiy shayligini oshirish kerak. Chunki bunday qishtirnoq ichida sheriklar bilan bizga xavf mavjudligini aniq. Bu albatta ertaga Mariya Zakharova qandaydir munosabat bildirishi mumkin yo boshqa narsa qilishi mumkin, lekin bu yerda nafaqat siyosiy tomondan, balki mana bu Kremldagi dinshunos agar dinga qarshi chiqsa, qanday vaziyatlarga olib kelishi nihoyat bu odam bilmaydi. U juda ayanchli vaziyatga olib kelishi mumkin. Nimaga uchun u Rossiya Federatsiyasida millatlararo totuvlik g'oyasini buzayotgan bo'lsa, o'sha ularda tergov qo'mitasi bor, prokuratura bor, nimaga hech qanday choralar ko'rmayapti? Savol. Aslida ularning qonunlarga binoan javob berish, choralar ko'rish kerak-ku. Demak, bu yerda gap mutlaqo boshqa.
va u Rossiya Federatsiyasining huquq muhofaza organlari barmoqlar orasida bunday vaziyatlarga qaraydi. Shu bilan birga men yana bitta narsani joyzam deb bilaman. Allaqachon O'rta Osiyo, Markaziy Osiyo davlatlariga ham bo'ylab ko'rish kerak. Bizga mustaqil davlatlar hamdo'stligi, Shanxay xavfsizlik, Shanxay kollektiv xavfsizlikning tashkiloti o'zi kerakmi? Menimcha yo'q. Mana ko'rib o'tiribmiz Venesuelada. Baland parvoz gaplari janob Putin zoti oliylari dekabrda gapirgan Maduroga. Vaholanki 3 soat ichida Venesuela prezidentini o'g'irlab olib ketgan. O'z-o'zini o'z-o'zida va'da turmagan odamga qanday ishonishimiz mumkin? Davlatga qanday ishonishimiz mumkin? Yana bitta o'rinli narsa bor. Bitta o'rinli savol bor. Men bugun ijtimoiy tarmoqda ko'rdim. Yana 8-yanvardan adashmasam, o'tar kechasi 9-yanvar hozir aniq eslolmayman. Tojikiston Respublikasiga 4 nafar jangarilar hujum qilgan. Albatta ular Tojikiston Respublikasining chegara qo'shinlari tomonidan yo'q qilingan. Biroq bu yerda bitta o'rinli qiziqarli savol bor. Tojikiston va Rossiya Federatsiya orasida bitta kelishuv borda, ya'ni kelishuvga Rossiya Federatsiyasining Tojikiston Respublikasida joylashtirilgan harbiy qo'shinlari bunday vaziyatlarga Tojikistonga yordamga kelish kerak, kelishuvga binoan. Biroq ikkinchi marotaba bunday holat sodir etilyapti, hech kim yordamga kelayotgani yo'q. Nimaga uchun? Bu masala kelishuvdagi shartlari bajarmayapti. Bu meni fikrimcha o'ziga siyosiy bosma. Endi to'g'ri, Rossiya Federatsiyasi hozir O'zbekistonga aniq siyosiy bosma o'tkazmaydi. Qurbi ham yetmaydi, duxi ham yetmaydi polchasiga. Qozog'istonga ham o'tkazmaydi. Qirg'izistonga o'tkazishi mumkin, Tojikistonga o'tkazishi mumkin. Turkmanistonga farqi yo'q, chunki Turkmaniston hozir ko'proq Turkiyaga qarayapti. Unga Turkiya bilan biznes, iqtisodiy munosabatlar rivojlantirish qulayroq. Ozarbayjon bilan Putin tishib qo'yganimizni hammamizga ma'lum. Armeniyani gapirmasa bo'ladi, u Donald Trump qanoti tagida. Shuning uchun meni fikrimcha o'ylab ko'rish ham kerak. Bizlarga bunday sherik kerakmi? Yo'qmi? Meni fikrimcha bemalol O'zbekiston bunday qush-tirnoq ichidagi do'st bilan do'stsiz yashayveradi. Lekin bor mana bu Kremlning siyosatchilari, dinshunoslari va boshqa odam deb ularni gapirishdan tilim qiynalyapti, sukungim ham kelmayapti. Bunaqa vahshiylar gaplardan keyin nihoyat biz ularni kechirishimiz kerakmi, ular bilan do'st bo'lishimiz kerak. Gap yo'q. Iqtisodiy manfaat uchun sherik hamkorlik qilishimiz shart. Chunki birinchi o'rinda vatanimizning iqtisodiy vaziyati. Uni o'ylab ish qilish kerak. Lekin meni fikrimcha bunday gaplardan keyin men bilmayman, Rossiya hozir nimani o'ylayapti, nima qilyapti. Bu davlat izgo'y davlat bo'lib ketgan. Ya'ni deyarli dunyoning 90% undan yuz o'girganda. Undan yuz o'girmagan ham davlatlarga unaqa gaplar gapirsa, u o'ylamaydimi ertaga bitta o'zi qolishini. Barcha fikr muhofaza chiqarish sizdan, o'zimniki munosabatni bildirdim. Bizdan uzoqlashmang, albatta like bosing.